Samsung zo'rmi, iPhone zo'rmi degan savol emas, juda ko'p uchraydigan. Balki ishlatilgan krutoy telefon olaymi yoki o'rtacha yangi telefon olaymi degan savol juda ko'p beriladi. Masalan, yangi iPhone 16 olaymi yoki ishlatilgan 14 Pro Max olaymi? Ishlatilgan esigina bir Ultra olaymi yoki yangi A36 olaymi? Keling shularni yaxshi yomon taraflarini sanab o'tamiz. Ya'ni bu ikkalasining ham narxi bir xil. Bu ham $310, bu ham $310. Qaysi birini tanlash kerak? Xo'p, flagmanda yaxshi tomonlari hamma funksiya, zamonaviy funksiyasi bor. Suvga himoya, simsiz zaryadka hammasi bor. Bitta minus tomoni bu garantiyasi yo'qligi. Remont qilinmaganmi yo'q. Buni hal qilishning bitta yo'li ishonchli, yaxshi do'kondan olasiz yoki o'zingiz tanigan odam o'zi ishlatgan bo'lsa, shu odamni olsiz, shu bilan hal bo'ladi. Xo'p, yangi telefonning yaxshi tomoni buni 1 yil garantiyasi bo'ladi va o'zingiz estetik rohat olasiz, nolovoy ochib o'zingiz ishlatasiz. Bu bitta plyusi. Minus tomoni sal sekinroq ishlaydi, funksiyalari 50% dan ko'proq chegaralangan flagmanga nisbatan. Ishlatilgan krutoy telefonning bitta minusi bu kuchli protsessor bo'ladi. Kuchli protsessorlar tez eskiradi oddiy telefonlarga nisbatan. Juda ko'pchilik keladi, oddiy telefonimni 5 yildan beri ishlataman deydi. Oddiy telefon protsessori slabiy, shuning uchun u qizimaydi, shuning uchun 10 yil ham ishlayveradi ular. Agar programmasini to'g'ri nastroyka qilib tushirmasdan yursangiz. Flagmanlarda kuchli protsessorlar kuchli bo'ladi, qiziydi va katta chastotalarda ishlagani uchun tez eskiradi ular.